Assalomu alaykum hammaga. Arka tarno qo'yish jarayoni. Unga hozir tarnoni ulaymiz, xudo xolasa. Mana shu jarayonni 90 gradus bunaqasiga tepaga, xudo xolasa kesib keltiramiz mana. Mana ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, tarnoyimiz bo'yi 12,8 mm, o'rtasidan bu yoqqa ham 12,8 mm, bu yoqqa ham 12,8 mm qilib kesamiz va burchak tashkil bo'ladi. E'tibor beringlar, bir tomoni tekis kesiladi, bir tomoni mana bunday holatda qolsa ichiga kiradi. Samarezlash, kileylashga qulay bo'ladi, xudo xolasa. Hozir tarnoga arkani ulash jarayonini ham qo'yamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Foydali videolar qo'yib boraman.